Ajoyib ishimizni tugalladik. Ko'rib baho berasizmi? Judayam ajoyib holatda chiqdi. Mana bu yoqlari bilan o'raldi. Bu yoqda mokriy bilan oq nol 35 tunkani qilib berdik. Mana bu yoqda mana qoshlari. Mana bu yoqqacha 20 metr. Qoshimiz 1 metr chiqqan. Manba ayvonimiz. Xo'p, 4 metr. Uzunasi 980. Bu joyga yana tashqaridagi shapkamiz ham 20 metrga 70 santimetr chiqqan. Hop, mana shu joyga ishlatdik. Biza 127 kvadrat trubalaridan tashqari mana shu trubalari bilan birgalikda mana bu ayvon, qosh, tashqarini qoshi mana bu trubalari hamma yog'ini qo'yib berishimiz bilan birga ko'rsatdim. Qanaqa holatda chiqqan. 19 million 200 ming so'mga shu joyimiz bitib chiqdi, tayyor bo'lib chiqdi. Bu yerga o'sha oq 035 mokriy bilan kombinatsiya qilib berdik. Baho berasa kommentlarda yozinglar ham qanaqa chiqibdi. Mana bu delali fasonimiz hozirgi kunda hop urfda bo'lib turgan delali fasonimiz bor. Ko'rsatdim qanaqa ajoyib holatda. Mana yaqindan stiklarni ko'rishlari, mana bu yoqlar juda ajoyib. Hozir sal kech bo'lishiga qaramasdan video qilishga harakat qilyapman. Yaqindan ko'rinishi stiklarimiz juda ajoyib holatda chiqarilgan. Kapsalar bilan keltirilganda erinmasdan burchalarni olib kelish, mana bu yoqlari mana bular juda ajoyib holatda chiqqan. Kommentarlarda yozinglar qanaqa chiqibdi. Like bosishni unutmanglar, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Mana shunday tunuka fon qildirmoqchi bo'lgan yaqinlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Yana sifatli, ajoyib, chiroyli tunuka fon qilib beramiz. Sizni xonadoningizni ham hozirgi kunda o'rib bo'lib turibdi. Ko'rishlaringizki, mana skromniy, oqlar, oppoq bo'lgan ayvonimiz yorug' bo'ladi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.